Ba'zan nima bo'ldi? Ba'zanni grif qilishibdi-ku. Kimni haddi sig'di bu narsaga? Voy qilaysan. Kim ba'zanni grif qilgan bo'lsa ham yaxshi niyatda qilmagan. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Video boshida ko'rib turganingizdek meni ba'zan grif qilib tashlashibdi va men endi yangi joyga, o'zimda yangi hayotimni boshlayman. Ya'ni men juda uzoqqa borib, o'z imperiyamni quraman va serverimning eng zo'r o'yinchisiga aylanaman. Lekin mening serverimda hech kim o'ynamaydi. Men ishonaman, bir kun kelib mening serverim ham dunyodagi eng top 10 talik qatoriga kiradi. Videoni oxirigacha ko'ring va agar serverim sizga yoqsa, video ostida barcha IP va Bedrock uchun portlarni yozib qoldiraman. Ba'zan nima bo'ldi? Ba'zanni grif qilishibdi-ku. Kimni haddi sig'di bu narsaga? Voy qilaysan. Kim ba'zanni grif qilgan bo'lsa ham yaxshi niyatda qilmagan. Endi biz hamma yoqda yig'ishtirib baydan ko'chib ketamiz. Qisqasi reja bunday. Bu yerlarda hammasini yig'ishtiramiz va ko'chib ketamiz. Reja o'ta go'zal, faqat buni bajarish qoldi xolos. Hammasi shulkarga solib tayyorlab, keyin kelajakda quriladigan bazamiz, uyimiz uchun bu yerdagi deyarli barcha resurslarni olib ketamiz. Let's go. Qisqasi mana shu yerdagi o'tlarni hammasini urug'igacha olib ketishimiz kerak. Qaranglar, juda ham katta, ko'p. Lekin bizani bo'lajak bazamiz uchun bu kamlik qiladi. Hali yana daraxt ekamiz tashaqda ko'p. Daraxtni ham olib bo'ldik. Sherigi nima qilyapti? Nima qilyapti u? Obsidian qazish naqadar maroqli ish. Hamma narsa tayyor deb o'ylasam, lekin mana bu firmamizdagi kerakli narsalarni olib ketmasak bo'lmaydi. O'zi bu yerda kerakli narsalar to'rtta hopperdan boshqa hech narsa yo'q. Hamma narsani yig'ishtiramiz. Hopperni olibdi-yu, yaxshi. Menimcha oladigan narsa qolmadi. Mana hopperni ol. Yo'q, meni inventarim to'ldi. O'zing ol shuni. Bo'lmasam biz ketdik. Hamma yo'q tayyor. Hamma yo'qimiz tayyor. Qisqasi, mana shu tog'larni boraveramiz, tog'lardan o'tamiz, cherry biomdan o'tamiz va oxirida bizada biz aytgan qishloq keladi. Ana shu qishloqqa borib, bazamizni quramiz. Mana yetib ham keldik. Endi uxlab olsak, sherigi ham uxlash kerak-ku. Qani. Uxlaymiz billah. Bo'ldi, uxlab bo'ldik. Endi hammasini joylab, qum qaziymiz. Chunki bo'sh joylar to'lib chiqishimiz kerak. Qumlarni ham olib bo'ldik, tekislashni boshlaymiz. Yerini tekislab bo'ldik. Endi uyni chegaralarini, ya'ni devorlarni quramiz. Uyni chegarasi ham bitta, lekin nimadir xunuk ko'rinyapti. Nimadir detallar qo'shamiz.
Ana uyda chegarasini qurishda yo'rivordik. Endi uyda o'zini quramiz, lekin bu safar time lapse bo'lmaydi, chunki time lapse qurish esan chiqib qolibdi. Ana yo'rivordim uy qurishda. Ko'rayotganlaringdek vashshe go'zal qurvordim. Ichkarilardan tortib tashqarilargacha. Yo'rivorishing qisqasi. Videomiz ham shu yerda tugaydi va oxirigacha ko'rgan hammaga katta rahmat. Serverni tekshirib ko'ringlar. Sizlarga yoqishiga ishonaman va ikkinchi qismi chiqishiga ham ishonaman. Bu sizlarga bog'liq. Videomiz kamida 50 ta like yig'sa, ikkinchi video chiqadi. Rahmat hammaga.